videomiz bu zombilar haqida 100 ta bak. Iloji boricha 100 ta qilishga harakat qilaman mana. Zombi, oddiy zombi. Har doim kechqurun paydo bo'ladigan oddiy zombi mana. Mana bu cho'l zombisi, cho'l. Haligi olovda yonmaydigan cho'l zombi. Bu esa dengiz zombisi. Bunun haqida oddiy zombi. Oddiy zombilar. Hamma bilsa kerak. Oddiy zombilar quyoshda yonib ketyapti. Buni qarang. Hozir biz baqa kiramiz, tak. Shuni tak mana qilamiz mana. Tushunish kerak. Lekin shuni olmadi. Qalamani kechqurun nima? Kechqurunni bosmasdan. Kechqurun tushdi. Endi bular yonmayapti. Kichkina bolakasi ham bor. Lekin mana tez yuguradi qaranglar. Hali kiyimlari xirabringa o'xshamayapti. Lantga o'xshaqada stilnikmi? Stivdoligimikina? Ha. Deyapti, qo'yyo'sa. Cho'rdim. Ya'ni hozir ko'rsataman. Cho'l zombisi quyoshda yonmaydi. Quyoshda yonmaydi cho'l zombilari mana. Bemalol yuradi. Chunki bular cho'l zombisi. Cho'l har doim quyosh bo'ladi. Chunki yo'lda oddiy zombilar paydo bo'lmaydi. Kechasi paydo bo'ladi. Kechasi zombi. Ya'ni ular suvsiz yashay olmaydi. Yana ular ham kechqurun yurishi mumkin mana. Shomaganlar mana. Suv zombilari ham kechqurunda yashaydi. Lekin hozir to'xtaydi mana. Ertalabini mana chiqaradi. Mana. Xo'sh, bolalar, hozir men sizlarga ko'rsataman. Qanday qilib suv zombilari qanday qilib suvda yashab qolishadi. Sizga suv kerak bir chelak. Mana. Bunday qo'yamiz mana. Tak. Mana. Yonmayapti, ko'rasizlar? Yonmaydi. Oddiy zombilar bo'ladi. Shunga qatnashib o'lmaydi. Zombilar ham oddiy zombilar ham suvga tushib yashay oladi. Lekin qanday shunaqa ular anaqa qanday qismlarligini o'zim aytib qo'yaman. Otasanlar aka. Zombilar haqida aytib o'tdim. Hammaga arslab beraman. Muhammad